Mercedes-Benz o'zini super puper luxury moshinasini taqdim qildi. Mana biz shu moshinani ishlab chiqaramiz deb bir salon qismiga qaraydigan bo'lsam kulvorgim kelyapti. Nimaga desalar, chunki ular o'zlarini Rolls-Royce bilan tenglashtirishyapti. Rolls-Royce saloniga qaraydigan bo'lsak, o'shunaqa bo'shliq joylarni, torpedalarni qanaqadir qiziqarli shakllar bilan yo elementlar bilan yo qanaqadir qimmatbaho noyob daraxtlar bilan chiroyli qilib dizaynlar ishlashgan, shunaqa narsalar bilan to'ldirishyapti. A Mercedes-Benz'da nima injenerlar, dizaynlar qanaqa tuppoy bo'lishlari mumkin. O'rtasiga shu bo'shliqda qanaqadir qiziqarli narsalar bilan to'ldirishni o'rniga kattagina planshet qo'yib berishyapti. Nima o'ylashyaptiki, shunaqa kattasiga qiziqishadi debmi? Xitoyda planshetlarni qo'yib berishyapti. Nima o'ylaydigan bo'lsa, endi qarab turinglar-da, shu moshinalar sotuvga chiqqandan keyin fikrlar juda negativ bo'ladi va sotilmaydi. Oxiri shu Yevropa bozorlarida, taksoparklarda ishlaydi. Biz O'zbekistonga keladigan bo'lsa, bu moshinaga Cobalt bilan Gentra nom bermaydi.